Ma'lum bo'lishicha, navbat Shveysariyada yashayotgan Saidin Sodir va hadisi Menaver Sodir, Urumchilik qarindoshi Baxtiyor Sodir ushtumtut g'oyib bo'lgandan keyin Urumchilik soqchixona va Alla Komstiga telefon qilib, hech qanday uchur ololmagan. Beijingdagi Xitoy Tashqi ishlar ministrligi va Shveysariyadagi Xitoy konsulxonasiga yo'llagan maktublarmi javobsiz qoldirilgan. Ular qarindoshi Baxtiyor Sodirning mayibligini nazarda tutib, uning delosini jiddiylashtirib o'tmaslik uchun dastlabda ahvolni axborotga oshkorlamagan. Faqat Baxtiyor Sodirning tutqunda ekanligi radiomiz tarbiyada oshkorlangandan keyin axborot ziyoratini qabul qilish va namoyish qilish yo'li bilan Baxtiyor Sodirning taqdiri haqida tafsiliy uchur elish va uni qutuldirish uchun harakat qilgan. Saidin Sodir ahvolni Shveysariya hukumati, jumladan Shveysariyaning Beijingdagi elchixonasiga ma'lum qilib, ulardan aksining uchurini elish berishni talab qilgan. Elchixona bir qator tirishchilikdan keyin Xitoy tarafining javob bermay turib bo'lganligini bildirgan. Saidin aksi g'oyib bo'lgan 2022 yili 10-oydan hozirgacha BTT majburiy g'oyib qilib etilganlarni surishti qilish ishxonasi bilan izchil aloqalashib kelgan. Ben akam tutulup ketgenden beri ben to'xtamay şu nima bilan aloqa qilishayotganchu, shu majbur g'oyib qilganlarning izlaydigan qilgan shu UN'niki bir bo'lim bor ekan. Shularga aloqa qilishayotgan. Bular shu mening deganimga asosan Xitoy hukumatidan so'rabdi-ku bir necha qatim. Javob bermay jim turibdi-ku, bu doram hamda javob beribdi. O'tgan hafta mazkur organ uningga Xitoy tarafidan aksiya qilib uchraganligini bildirib maktub yo'llagan. Bu javobni 1-13 apto menga xat sizga avatmagan emailda yozibdi. 1-3 akkauntniki nimasini javob oldi, Xitoy hukumatining akkaunt to'g'riliq javob oldik deb xat yozibdi. Radiomiz hozir qadar sog'lomlik yetakchisi Baxtiyor Sodir haqida 4 qatam anglitish bergan. Bu anglitishlar dastlabda tutqunda ekanligi, orqadan qamoqxonada salomatligidan mas'ul chiqqanligi va oxirida sotlanganligi haqida bo'lsa-mu, ammo qancha yil kesilganligi yanada ma'lum emas edi. BDT'ning mazkur organi maktubida Xitoy tarafidan olgan javobiga asosan Baxtiyor Sodirning terrorlik bilan ayblanganligi va 13 yillik kesilganligini bayon qilgan. Akamga terrorlik qalpoqni kiygizibdimish, terrorchining boshlig'i deb işte yozib qo'yibdi Xitoychada. 13 yil kesibdi akamni, azqibdika, azni qaytarib yutibdi. Shu 13 yil kesib 5 yil siyosiy huquqidan mahrum qilibdi degandekchi. Saidin Sodir aksining 13 yillik kesilganlik xabardan azoblangan bo'lsa-mu, ammo Xitoy tarafining oxiri javob berishga majbur bo'lganligidan, ya'ni amikining oz bo'lsa-mu natija berganligidan xursand bo'lgan. Xo'sh bo'ldim diyolmayman, lekin shu ishning natijasini ko'ribman azroq bo'lsa-mu. Shu natijaga erishibman, hamda bir turib ko'nglim rahat bo'ldi ham nimamiz. Shu qilgan ajrimga to'xtamay javob qaytibdi o'zi. Bu natija sababli radiomizning tirishchanliklariga minnatdorligini bildirgan Saidin Sodir Mush akamninki xabarini UN'dan ilishda shu Erkin Osiyo eng chong harakatlantirish kuch oldi deb o'ylayman. Chunki bu akamning tutilib ketganidan mening xabarim yo'qdi. Bu xabarni Erkin Osiyodan anglagan vaqtdan boshlab men darhol harakatga o'tdim. Lekin endi Allohga shukr, shu Erkin Osiyoniki xabar berish orqali biz olamagan nurg'un tirishib olamagan xabarlarni Erkin Osiyoniki bizga appadi hamda. Shuningdan bak xo'shalman, alayda rahmatimni bildiraman. Shu xabarlar orqali anadagi isbot to'plab biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining majbur g'oyib qilinganlarni tizimlaydigan komitetiga shu yerga yo'lladik hammasini. 2 yil orqali 2 yil ilxat yozish orqali shu Erkin Osiyodagi xabarlar chiqqan xabarlarni to'plash orqali buning chinligini, rostligini texnik kuchlantirib Erkin Osiyoning xabar orqali UN qo'llab berdik. Shuningdek buni Xitoy hukumatidan so'rab isbotda to'liq qo'ygan ekan. Menimcha xabar oldi deb o'ylayman. G'oyib urug'tiqlarni surishti qilishda izchillikning va bo'shashmaslikning muhim ekanligini o'z tajribasi sifatida alohida tilga oldi. Yana birisi mening tajribam, izchillik degan narsa ajoyib muhim narsa bu-chu. Sen kimdan, men kim odamniki desam, Xitoy hukumatining javob berdi, akam shundan majbur bo'ldi oxiri. To'xtamay oz demay, oz qilib qo'ydim-ku demay, ajab bir javob kelmaydi demay, izchillik bilan agar javob bermasa qaytadan so'rab bir shikoy o'tkazib, bir qatim savol so'rab, qanday bo'ldi ishlar, nagacha pat shu davomliqchu. Oz demay, charchimay, harmay, charchimay, izchillik bilan davomlashtirsak, hamma bir kun javob chiqadi ekan bundan-chu. Shu men shuni his qilib ketdim, o'zimningki shu akamning ish to'g'riliq bamiga yerim qolmadi, chakmiga ishim qolmadi. Yana birisi o'zimizga tayinish hammadan muhimki, eng muhimchi o'zimiz
O'zimizning ishni o'zimiz hammadan yaxshi qilganmiz deb o'yladim. O'zimizning qerindishi bo'lgandan keyin boshqalarga bakrak otib qo'ymay, amal bor o'zimiz qo'l tiqib shu ishga inchkilik bilan qilib, izlaydiganlarni izlab qilsak, hamma bir kuni buning natijasini ko'rganmiz-ku. BDT organının mazkur maktubida deyilishicha, Baxtiyor Sodir terrorlik va terrorlikqa yetakchilik qilish bilan ayblangan. Bu ayblamani keskin rad qilgan Saidin Sodir akasining layoqatli bir tijoratchi, ulgulik bir ota va faxrlik bir aka ekanligini Mening oxirida deydiganim, akam Xitoy hukumati degandek terrorchi emas, uning aksicha u bir layoqatli tijoratchi. Garchi miyib bo'lsa-mo, qo'l ostida nurg'un odamlarni ishlatib maash bergan, maash berib ishlatgan, xizmat fursati yaratgan, davlatga boj to'layotgan, yaxshi bir dada, bolalarninki layoqatli dadasi. Shundoqla bizningki nihoyatda biz faxrli uyimizda, oilamizda eng faxrlangan insondir u. faqat Uyg'ur kimligi va diniy e'tiqod sababli jazo o'tayotganligini ta'kidlaydi. Uyg'ur bo'lganligi uchun bu yerda faqat Uyg'ur bo'lib qolganligi uchun, musulmon bo'lib qolganligi uchun shu qalpoqni kiygizib akamga terrorchi degan qalpoqni kiygizibdi. Endi deyman, akam terrorchi emas, akamdan mangu faxrlanaman. Men uchun akam ham mening dadamning o'rnida, ham mening sirdosh do'stim. Akam mening nazarimda bir qahramon. Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqorida Shvetsiyadagi muhojir Saidin Sodirning yillik tirishchanlikdan keyin Xitoy tarafining aksi haqida BDTga ma'lumot berishga majburlaganligi haqida anglitish berdik.